Kitap Anlaş Topu'daki kadarlık dostlar. Ulug'bek Hazinesi 2. kısım 22. mavzu. Xurshida Banu bilan xo'shlashib, ko'ygan to'padan o'tibla etini tinimsiz choptirgan Qalendar Samarqandga qosh qarayib, darvozalarni yopishga tayyorlanayotganda yetib keldi. Agar ustida lashkarchi kiyim bo'lmagan bo'lsa, ehtimol uni shaharga kirgizmas edi. Qalqanbek bilan Bozg'anbek deyishib qo'ygan joyda Shohizinda qabristonligining orqasidagi o'ymonliqda kutib turishadi. Biroq bo'ridan derak yo'q edi. Aldab qo'yganmidi? Oltin bilan yonchuqini to'ldirib olib, qechib ketganmidi? Yoki sirni oshkorlab qo'yganmidi? Va yoki bo'ra qo'lga tushib qolganmidi? Qalendar turli xiyollardan ishi titildab, o'ymonliqda u yoqdan bu yoqqa mangadi. Biroq Alag'aydan yanala derak yo'q edi. Ana, pil-pil yinib turgan ufuq yulduzlari yanida Zöhra yulduzmi ko'rindi. Atrofda xo'rozlarmi chilladi. Endi bo'rining kelishimi foydasiz edi. Qalendar qaytmoqchi bo'lib, etining eğilini tartib atadi. Dal shu paytda o'ymonliqning ustida allaqandoq shapa ishitildi. Keyin pastga qarab yugurib tushib kelayotgan soy ko'rindi. Qalendar o'zini daldiga oldida soy yaqinlashganda uning oldini to'sdi. Kimsan? Bo'rimisan? Men darvish. Bo'ri hasirab to'xtadi. Qalendar uni yoqasini tutib o'ziga tortdi. Yana qandoq bahona topib kelding, mug'ambar? Bahona emas, shum xabar, dedi bo'ri. U yanala hasiraydi. Tez yurganlikdanmi yoki qo'rqqanlikdanmi ish qilib o'pkisini bosolmaydi. Xo'sh, dedi Qalendar taqatsizlanib. So'zla. Mirza Abu Said zindandan qochibdi, Ko'ksaroyda to'pilang. Qachon? Buni Xudo bilmasa, bandisi bilmaydi. Baya kechqurun Shahzoda zindonni aylanib o'tib bilib qopti. Qarasa, Mirza Abu Said zindonda yo'q. Saroy patparoq bo'lib ketdi. Zindon begining o'zimi qamab qo'yildi. Qorong'uda Bozg'anbekning kimdir ta'ni qilib, "Hapshuk" degan ovozi eshitildi. Qalqanbek gurs-gurs dastlab Qalendarning qishig'i keldi. "Yorliqsiz borsak nima bo'ladi? Yorliq o'rnida qilich bor aka." Qalendar javob bermadi. Uning kallasida bo'rining og'ziga tushgan butun chiqmaydi-da degan fikr kechdi. Demisimi bir necha oydan beri qilgan ishlari bekor ketgan edi. Qalendar bo'shib yerga o'ltirib qoldi. Qadrli do'stlar, 22. mavzu tugadi. 23. mavzuda ko'rishimiz.